ishonging kelmaydi. Zangata, Yangiovulda 136 kvadratli 604 sotiqli tayyor hovlimizni Arzon Narxda kanalida 85 ming dollarga egasini o'rnini ko'rsatamiz. 13.200 dollardan sotig'iga aylanyapti. Ko'rganlaringiz mana ikkita zal, ota-onalar yotoqxonasi, detskiy xona va uzun oshxona podvali bilan bittalab tanishtiramiz. Ipodromgacha 5 kilometr chiqdi. Taxminan 7-8 minutlik mashinada yo'l. G'ir etib oladigan joyi. Bu birinchi zalimiz. Yangamiz tikuvchi ekanda, bu mana bitta bu yerda konseyner qolyapti. Uy 2018-yil qurilgan, o'sha payt remont bo'lgan. Hamma qolgan bu yerda mebel texnikalar bor. Mabodo kelishsalaringiz tashab ketishadi, bo'lmasa o'zlari olib ketishar ekan. Ikkinchi xonamiz ko'rishlaringiz mumkin. Mehmonxona, kattakon zalimiz. Bu yerda ota-onalar yotoqxonasi. Ota-onalar yotoqxonasi. Ko'rishlaringiz mumkin. Va bolalar yotoqxonasini ko'rishlaringiz mumkin. 4-xonamiz. 136 kvadrat jami maydoni. Hech qanaqa remont qilish shart emas. Shuni kirasizlar, yashayverasizlar. Bu yoq oshxonasi. Hamma xonadonlar registr qilingan, ya'ni отопление, uzun turbali registr deyiladi. Bemalol ovqat pishirib, bu yerda ovqatlanadigan joylar bor. Podvali bor, bizning ko'rsatadigan narsa ko'p ekan. Oshxonaning tagi полностью podval. Ko'rishlaringiz mumkin. Bemalol hovlida mana suv, svet, gazi, mana hammasi bor. Hech qanaqa muammo yo'q ekan, xudo xolasa. Hovlidan ko'rishlaringiz mumkin, kattakon daraxtlar bor. Bemalol yana bitta uchastka ham qursalaringiz bo'ladi kelajakda, misol katta farzandlaringiz bo'ladigan bo'lsa, ajratib beraman desalaringiz, ro'zg'orni alohida bemalol qurib bersalaringiz bo'ladi kelajakda, xudo xolasa. Hovlimizda burchak qismida hojatxonasi, bu yerda hammomi, strelka bor ekan, buni ham bonusga tashlab ketar ekanlar. Kirganingizda mana o'vanlik. Yaxshi kafillardan qo'yib qo'yilgan, semestitlar ham yaxshi qo'yilgan. Hech qanaqa ishi yo'q. Uyga kelasiz, yashaysiz. Hech qanaqa remont qiladigan joylari yo'q. Ha, hovlimizda tashqi fasadi ko'rishlaringiz mumkin. Darvozalari bor. Endi bu yoqqa shlako blokdan qo'yib qo'yilgan. Bu yoqda garaj uchun. Endi ustakamiz garajni ustachilik qilar ekan, mashina-poshnani sozlar ekanlar. Shuning uchun buni garajxona qilib qo'yilgan. Kelinglar. Mana ko'rishlaringiz mumkin 604 sotiq. Mana bu yerda beda ekib qo'yilgan ekan, gullar, mana daraxtlar bor. Joylari juda barakali, endi bir yaxshi joyda. Egalari Qozog'istonga ko'chib ketib moqchi bo'lganlari uchun shu narxda beryapti ekanlar. 600 metr uzoqlikda masjid bor. Ikki tomondan azon ovozi eshitiladi.